4. bölüm. Eşek bilen kumluq yolda uzaq mаңдық. Kum dövlərinin şimali tərəflərində qoğlu qızğı suk-suk yoki qamğaq görünüb qaladı. Onundan başqa ösümlükmü yox. Qızğış kum ufuqqa berib tutaşqan. Issiq şamal bəzida kum barxanlar arqasından çıxıb yüzlərə yoruldu və kişinin təşnalıqını aşırdı. Eşeklər xuddi öz qədəmlərini sanab ketiyotqandek başlarını içiga tiqib olishqan. 3 eşekning ustidagi 3 odam Danjavshu, men va qora burut muqamchi amdi paranglarimizni to'xtatib mugdab xiyolga berildik. Men namatning tanlab olgan yo'li to'g'risida o'yladim. Na g'oya, na orzusi yo'q. Uning uchun boshqalarni shilish qanchalik rohat. Li Tolstoy o'zining Tirilish degan kitobining beshidala mundaq odamlarni xarakterlab, ular tinimsiz holda o'zini va boshqalarni aldaydi. Özünü ve başqalarını üpürtüdü. Ularga muqaddas ve canıcan bolğan нәрсе baharның səhirmu, bəndilərinin bəxti üçün yaratılğan munu dünyanın güzəlliyi emas. Kişilərini tinchlik ve madağa dəvət qılğıcı mehr muhabbət güzəllik emas. Ularga muqaddas ve canıcan bolğan нәрсе ular özləri oylab chiqirib alğan, başqalarga hökümranlıq qilishda ishqi soladigan xilma-xil chiralar deb yozgan edi. Xanzovchisidan tarjima qilindi Abdur. Xilma-xil choralar deb yozgan edim. Baharning sahri, dunyodagining go'zalligi, mehr muhabbat go'zal narsalar. Jonda go'zallik nurg'un, insonga mushu go'zallikni tepish uchun aql farosat, ko'rish uchun ko'z berilgan. Shuning uchun inson go'zalligining topquchisi, ko'rguchisi, eng muhimi yaratquchisi. Shuning uchun hayotning qimmati go'zallikka intilishda. Daraxt, ana daraxt, buloq beshi deb vaqirdi qora bulut muqamchi sattarni xurjuni ilib yerga sakrab tushib etib. Yiqinla yerda xuddi seriq dasturxonning bir tala yeshil yipdak siziq ko'rinmoqda. Siziqning bir cheti ufuq bilan tutashgan, u xuddi cheksiz dengizdan bir uchi qirg'oqqa chiqib qolgan dengiz ko'ktatga o'xshaydi. Biz eshaklarimizni devitdik ve birdamdan keyin buloq beshida o'ltirib, süzük sudan o'chimlab ichib, chimmanlikda yotdik. Buloq suyi 2-300 metrdek yerga berib qum orasiga singib ketadi ekan. Buloq beshi do'nglik, mumbat tuproq, 2 qo'ram tosh buloq suyini saqlayotgandek qoravuldek yeshil qor mux bosgan, biqinni sirg'ib chiqayotgan suvga yiqib turadi. Kimdir biri buloq bo'yiga qor yog'och va majnuntal ko'chatlarni tikib qo'yib dikan bo'ston bo'lishga boshlabdi. Katmanning dardini qo'l bilur, lazzatini til degan gap mana mushu, dedi qora burut muqamchi daraxtlarni agib qoshlari bilan sharat qilib qo'yib. Ko'sila, katmanning bisi tekkan yerdan qizil gul unmay qolmaydi. Men uning og'zini tatlash uchun Ömer Hayyamning ruboyisidan birini o'qidim. Мәй нәғмә hör kəbi ülpitin bolsa, su buyi çimende sökbitin bolsa, huzurlan bunundan oylama dozaq, bunchilik bolğay o cennetin bolsa. Muqamçının xumar közleri oynab ketdi. O xudi şərbət işkəndək ləvlərini yalab, qarı burutunu midirletib, appaq çişlərini körsütüb küldü də, mağı cavaban Ömer Hayyam ruabayilərdən yadqı oqışqa başladı. Nəğmə məy ülpətlər bari təx tursa, mən qandaq jim turay bəzmi nəx tursa, şeşigə məy tolsa bağ degəngə saz, nimi o bihiş hör bundaq bəx tursa. Xəzinə, dəb vaqırvəti Danjavshu hayacan bilən yaş yigitdək ornidan səkrab qopub. Uyğurlar, sizlər acayip qaltis bir millət. Əfsuski, sizlərdəki isil xususiyət ədibi əsərlərdə joyida əks ettirilməyotdu. Qani ukam, sattar bilan bir muqam xotira qoldiringa, taklimakan ovozingizdan bir huzurlansin. Muqamchi kulib qo'yib sattarning beshini tiziq qo'ydi. Sattar bilan muqam taklimakanni kuldirdi. Nadindir yovu g'az, yovu o'rdaklar ko'tarildi. Ular ko'p-ko'k osmonda huzurlanib parvoz qilishdi. Men ularga qarab chimmanlikda o'ngda yotdim. Ular bargan siri yiroqlashmoqda. Ani ular birdamdala qora chekitlarga aylanib qoldi. Muqam beyitlari mening qalb torlarimni chekmoqda. Ko'kragimda hayajon to'lqinlanmoqda. Diyorim ahli birla yordan boshimga 100 mehnat, nitang boshim olib kelsa,
qo'yib yoru diyorimni degan misralar kirpiklarimda nam paydo qildi. Men ichimda bu misralarni yozgan ulug' Navoiyning tuvandagi nazmisini esladim. Çekme yürek tarımni, elgi yayma zarımni, düşümde körermenmu yiraktiki yarımni. Men yavu ördeklerinin peyda bolgan qari çekitlerge köz üzmesden qaradım. Çekitler ufakka yıkıllaşmakta. Baxtlik ördek saatiga 70-80 kilometr uçalaydı. O bir yerim gün usula Ili deryası boyga yitelaydı. Muşu turqida güzel ay nemi qılıvatı dikin? Aliçu. Bir azdan keyin biz yana safarimizni boshladik. Zaliliga qoyilman, dedi Danjov shu ikki putini cho'm ustida bir yoqqa qilib o'ltirib etib. Mushu metiqlab mangdigan qatnash qo'rali bilan u yerkandan chiqib, shuncha yo'lni besib bo'lgan ha. Safarnomining nurg'un misralari eshak ustida tuzilganligi aniq qo'l. Bu to'g'riliq, dedi qora burut muqamchi qumliqda yalang oyoq bo'lib olgan Danjovshiga yondashib ketib etib. Bizning ustam jiq biladi. Zalili, inisi dalili, navbati, saburi, tajalli qatorliq shoir to'g'risida ajoyib qiziqarli hikoyalarni biladi. U odam usta tambirchi. Uni Xotandagi tambirchilarning paradisi bo'ladi. Bir kuni men uningga "Sizlar nimishqa tambirdan boshqa sozni chalmaylar" desam, bo'yni ochiq kelib, tambirni 1000 yil avvali Farabi ijod qilgan Sakaki Navoiy amman sahallarmı usta tambirchi edi. Bu tambir bilan zaxmin shulardan qiliqliq tursa, nimishqa chalmog'idakmanay degan edi. Biz yana 1-2 soatdan keyin bu 100 yoshlik mo'tavarni ko'ramiz. Biz eshak ustida ketib etib, mugdashga boshladik. Qopdagi buloq suyimi isib qopdi. Qo'rsaqmi pishildab ichishga boshladi. Lekin biz ufuq siziqidan ko'z uzmasdan olg'a qarab borardik. Nələrdə osmon bilan yer o'tirsida oqish ko'k to'rik paydo qilib qo'yib ko'tirilardi. Tuyuqsizlar barxan kaynidan kichik quyunlar piqirib chiqib, beshimizdagi safarlik oq shlapalarimizni uchirib ketadi. Nələrdə yolt qilgan sahro lovusi ko'tarilib ko'zlarni aldaydi. Turibla shamolning uchtak ovozi, qushlarning qanotidan chiqqan g'ung'ildigan ovozlar keladi. Kun tushishdan qayrildi. Anda sanda tezak uçrab turadigan yo'l qumliq, shexilliq, qamqoq chatqanliq yerlardan o'tib, olg'a qarab so'zilib bormoqda. Qumliq barxanlardan talaylarni kaynimizda qoldirib ketib boramiz. Sahra optipi jondan o'tdi. Eshakning bir xil qadami bizni texmo mo'ydatmoqda. Qiziq bir hikoya aytib bersangiz bo'ptikan, dedi muqamchiga qarab. U eshikdan tushdi-da kulib qo'yib, "Tugmay qolarmikin, qarasla yezi ko'rinyapti" dedi. Men ufuq qirg'iqiga qaradim. Rastla yeshil duxava bo'kka o'xshash düptüglek daraxtlik yezi ko'rindi. Kelib qaptiq ha? Dedi bayat mugdab o'ltirgan Danjov shu jonlanib. Uyg'ur yo'lovchilarga qoyilman. Ular mushundaq eshak bilan cho'llarda oylab minibmi chidaydi. Xotandan piyoda chiqib Ili Oltaylarga ketadi. Ili Oltay yaqingu noydi oyliq yo'l. Dedi qora burut muqamchi. Hindiston, Arabiston, Shiviston, Iranni demakchi. Misr, İstanbullarga piyoda berib kelganlar ko'p. Yeziga keldik. Mahalla kichik, uylari shilang ekan. Hamma yer to'piliq, ko'chasining tayini yo'q. Büyük baraqsan bog'lar uylarni chimkab turadi. İki qo'lni qo'yishtirib, sal egilib, hurmat bildirgan egiz bo'yi, qora soqol, xush chiroy va qosh ko'zi noiti chiroyli bir odam pakar qoshliq ho'ylidan chiqib keldi va uyni ko'rsatib, "Marhamat qilsizlar kadrlarimiz" dedi. Muqamchi uning bilan qizg'in ko'rishdi va bizni uning ho'ylisiga boshladi. Biz ho'yliga kirdik va cho'ng yong'oqning ostidagi supiga o'ltirdik. Sahibxona bizga atab uydan zilchi ilib chiqdi. Hash-bash deyicha qo'g'in tildi, non ushtidi. Biz sharbatdak qo'g'in bilan yumshoq nonni ishtaha bilan yedik. Ismlari nimikin? Mat Qurban, dedi u o'rnidan sal bidirlab qo'yib. Bu ikki kadr Saydulla Mahsumni bir ziyorat qilib kelsak devidi, boshlab keldim, dedi muqamchi. Naydi obdan, u odam mening buvam bo'ladi. Bugun 3 kun bo'ldi rayonga peshqadam dehqonlarning majlisiga ketib qilib edi. Bugun kech kelib qolarmikin?
95 yoshda turib, yana majlislarga qatnashamdi. Shundaq, bovam Gongşining aydi, har kuni ketman bilan yerim kun emgak qiladi. Mana bu qo'g'in buvamning pungliq yeridan ilingan. Bir asr ketman chopalayotganda, dedim men kulib. 8 yoshda ketman bilan habalassa deyli, biz buvay bilan ko'rishishga oldirdik, lekin kutishga to'g'ri keldi. U odam ömür bo'yi ketman bilan lazzatli meva yaratgan, yana meva berish uchun ajr qilib etibdi, dedim men Danjavshiga. Biz nima uchun ana shundoq uzoqni ko'ra olmaymiz? Үрімчіде 4-5 qitim doklad berdim. Anlığanlar ilgir keyin bo'lib, bir necha mingga yetidim. Ular bizning aytganlarimizga ishonadi, uni tarqitadi, qo'llanadi. Chunki ular bizni nurg'un izlangan, tadqiq qilgan, shundoq jafoliq emgaklar badliga oshu bilimlarni egallagan deb qaraydi. Lekin Danjavshu, men xijilman. O'q etish musobaqasiga tushib, o'qini tekizolmagan odamdek yoki yozicha emgak qilib meva ololmagan dehqandek xijilman. Doklad berdim deb so'zlaganlarim shuncha yuza, shuncha chuvalchaqki. Siz yana shu gapga tushib oldingiz, dedi Danjavshu kulib. Lozim bo'lgan narsani yetkazib bera olmadim demsiz? Mencha undaq emas. Siz Uyg'ur adabiyoti tarixi to'g'risida umuman xeyli tafsiliy savod bera oldingiz. Lekin siz qanoat qilmaysiz. Qanoat ko'ranglikning boshlanishi, qanoat qilmaslik bilim tashnaligi, olg'a ilgirlashga undaydigan fazilat sizdagi ruhiy qanot. Biz g'izalni bilib mahallni aralab yurib shu gaplarni qilishdik. Biz churuqlashayotgan bolalarning ovozini anglab suhbatimizni to'xtatdik va shu yoqqa bordik. Ular bir egizlik uyda tixmi-tixmaq bo'lib olib elipani o'qiyotgan ekan. Men panjaradan qaradim. Oldi 15 yosh, keyni 7 yosh chamisidagi 30-40 bola uzun o'rindiqlarda o'ltirib olib churuqlashyapti. Qora taxta ishik yeniga esilgan bolalar qo'llarini sunishib, qora taxtadagi harflarni ko'rsatib vaqirishadi. Mana sinfga muallim kirdi. Qo'rmashqul, dedim o'z-o'zimga hayajonlanib. Bizning ili boyligida o'sgan qozoq yigitimiz Taklimakan ichidagi bu kichkina yezda qora ko'z Uyg'ur bolalarga bilim bermoqda. Qo'rmash so'z boshladi. O'quvchilar, tunji zamonaviy maktabimizda dars boshlandi. Nimishqa tunji deymiz? Bu yerda qadim-qadimdan tortib maktab bo'lib boqmagan. Gongshi partkomi bu yerda bu yil maktab qurdi. Endi sizlar bilim olish uchun eshak minib bir kunlik yerga bormaysizlar. Men taqat qilib tura olmadim-da Danjavshiga. Sizga parangni qilgan qo'mash mana shu, dedim. Yaqinda uni ilmiy mudirlikdan yo'tkab, Noilik ma'rif idorasining boshlang'ich maktablar bo'limiga mas'ul qildim. Boshlang'ich maktablarni tekshiruvga chiqib ketganiga 3 oy bo'ldi ekan. Noida biz uning uyida mehmon bo'ldik. 2 bolasini erkalatdik. Ayoli xushxuy Uyg'ur qiz ekan. U o'tir maktabda o'qituvchilik qildi ekan. Mana qarang, uning bilan Taklimakan ichidagi bu yezda uchrashib qolganimizni. Ahmadjon Qosimi nomidagi bilim yurtining ili darul muomilamining bolalari hech yerni ola qo'ymabsizlarda. Nagla bassaq sizning saboqdoshlaringiz. Shu chaqda Qurmash biz tarafga burildi. Men unlik vaqirdim. Qurmash. U hang-tang bo'ldi-da sirtqa qarab yugurdi. "Hoy, ala, qaysi quyun seni bu yerga akilib tashladi?" dedi u meni chin quchoqlab. Biz mushundaq to'pliq yezida ishlashni orzu qilishgan emasmidik? Salla orzuga yetibsan, dedim uning mo'risiga urib. Yayloqda o'sgan yosh ko'chat, qumliqda yildiz tortalamdikan. Har holda qamg'oqdek tugilib yurmadik. Yaraysiz, dedi Danjavshu uning qo'lini siqib ko'rishib etib. Qurmash o'z ishini zo'qinib so'zlab berdi. U boshlang'ich maktabni umumlashtirish va savodsizlikni tugatishga mas'ul ekan. Ular bu xil maktablarni jiq ichibdi. Yangi muallim kelguncha o'zi o'qitadigan. Muallim yetishmasa, shu yezidan bir o'qituvchi tarbiyalab chiqadi ekan. Yaraysan Qurmash, dedim menmi uning mo'risiga urib. Haqiqiy ijodchi deb mana seni esi bo'ladi. Ruxsat qilsa, menmi bu yezda umr bo'yi o'qituvchilik qilishga roziman. Qimmat bog'liq sarjini balvoq qilg'il bo'lmaydi, dedi u kulib. Bu bizga loyiq ish. Ikkimiz bir zavoddan chiqqan o'xshash markalik mal, sana loyiq ish, menga bo'p keladi.
Shunda qilib, heliqi o'qituvchining ish haqi qandoq bo'ladi deb so'radi Danjavshi qiziqib. Ba'zilariga idoradan, ba'zilariga go'ngshilardan hal qilamiz, dedi Qurmash. Ba'zilariga ish haqi hal bo'lguncha Shavduydan nomer beradi. Mana haqiqiy ma'rifchi deb o'yladi Qurmash to'g'risida. Bu mu heliqi cho'lga ko'chat ekan, katmanchidek baxtli ekan. Bizning amgakimiz qachon meva beradi? Balki erkak ujmidek yo'purmoq bilan maqtanib, mevasizlar dunyodan o'tamiz. Mevasizlik nima degan qo'rqinchli ha? Kechda biz mo'ysibit muqamchi va adabiyotchi Saydulla Maqsumning hovlisiga qaytadan salom qilib kirdik. Yangi qasidagi supida ko'naroq gilam ustida bir buvay qo'lini ko'ksiga qo'yib o'rnidan turib Oppoq saqali meydisiga tushgan egiz qaddi texi to'liq bukilmagan, uchisiga uzun va kang yanglik oq yaktak, pushqiqi o'shqini besib turadigan ozoda oq ishdan, beshiga yengil oq xasa do'pi kiygan yalang'idoq buvay kulib supidan yerga indik harakat bilan tushganda bizim salom suhbatimizni tugatib buvayning yo'g'on qattiq qo'llarini tutib ko'rishdik. Salomat kelishdimi bolalarım, dedi u bizni ko'malash tamliq uyiga taklif qilib. Yo'lda toza qiynalgansizlar, manlik safar bo'ldi, dedi Danjavshi o'ngishliq so'zlab. Biz supidla o'ltirayli. Uyga dasturxon raslab qo'ygan edik. Bu yerga tushak seliqsiz. Hay bolam, amsi meshaga. Buvay chaqqan harakat bilan uyga kirib ketdi. Yangi qasidagi supida tezli suhbatga kirishib ketdik. Buvay Dehliga o'qigan ekan, keyin Kabul, Islom obodlarida mudarrislik qilgan. Keyin yana Hindiston milliy ozodlik harakatiga qatnashganligi uchun turmaga tushgan. U yerdan qaytib kelib Qashqar xonlik madrasasida turgan. Parang orliqida hovliga hosi bilan oralli mangdigan bir buvay kirdi-da kimgadir ochiqlandi. Shumi insof bo'ldimi? Shuncha ochliq setiqsiz tursa. Voy, mehmonlar bilan ko'rish deyman, dedi Saydulla Maqsum buvayni yeni kayib. Uyda mehmon bar turuqliq, nimandaq xamanningla gapini qilsan, menga ajoyib kulkilik tuyuldi. Maqsum hosi bilan oralli mangdigan buvayni xuddi 10 yoshlik bolani jo'nug'andek yenik va amroqlik bilan jo'nubmoqda edi. Dumchak buvay qizardi va qo'lini uzun ko'ngligining qo'ltig'iga ertib bo'lib, supiga tasti chiqib biz bilan ko'rishdi. Mening cho'ng o'g'lim, dedi buvay buvayni tanishtirib. Mir Abdulla bu yil 73 yoshga kirdi. Mana holi meningdan yomon. Gilam to'qiyman, atlas to'qiyman deb do'konning yonida o'ltirib dök bo'lib ketdi. Bo'lmasa mukchiydigan vaqt emas. Xalvopliq odamni mag'dursiz qilib etadi. Yana shu ketman bilan tambirga yetmaydi. Men azaldan ketman bilan tambirni do'st tutib kelgan odam. Dapparmi bolam, bugun mehmonlarga soch chilib berayli. Mana Medyaqub bolammi sattirni akapdi. Sen daptur urib bergin. Mir Abdulla Xalvobning oqish qoshlar ostidagi qora ko'zlari o'ynab, tishsiz eg'izida kulki paydo bo'ldi. Qalun, dud, sapal, cho'ra, sepit bo'ra, baliman, tilvoz, nag'ri sunay, 37 xil chalg'u asbobning hammasini yasaydi, hammasini chaladi. Shunga dadam yosh mening inimdek turadi. Xudoyim bergan odam, dedi u dadasini zo'q bilan maqtab. Nima bilaman? Dedi buvay o'g'liga sal qo'polroq so'zlab. 37 xil chalg'u asbobning hammasini deginini ko'rganmiding? Bumi bir quloq mollasi. 37 xilning 7sini ko'rgandu, hammani bildigan odam dunyoda yo'q. Chig'imni chaqlamay yosh chaqlarimda arabcha, farscha, hindicha til o'rgandim. Hammani bilaychu deb talvilik qildim. Farabi, Ibn Sinolardek bo'lishga bel bog'ladim. Adabiyot, soz, rasm, tibobat, taqvimi, kalendarchilik, tabiatshunoslik, munajjim, astronomiya, muhandis, injenerlik, al-vujud, moddiy mavjudiyat ilmi hammasiga qo'l tiqdim. Lekin Farabi, Ibn Sinolar tursin, bizning tajallichilikmi ish qila olmadim. 60 ga kirganda aqlimni topdim. Adabiyot bilan sozni tanladim. Hech bo'lmasa Abdul Hasan Rudaki 10-asrda yashagan olim, uning muzika she'rlar to'plamlari bor. Bo'lsa-mu ish qilay deb she'r bilan tambirni ilib qilib, qolg'inni yig'ishtirdim. Endi bildimki,
Rodaki Paris tilida qasida, g'azal, ruboiy va nutqlarni qoldiribdi. Soz ishlab qoldiribdi. Meningdan bir siqim to'pidan boshqa narsa qila olmaydigan o'xshaydi. Mushuni o'ylasamla ko'nglim buziladi. Yeshim 90dan oshdi, lekin xalqi hech nima qoldira olmadim. Men hozir kim? Bilim sohasida bir qalandarman. Nomi ulug' supursi quruq maqsumman. Mashrabning bir she'ri yodimga kelib qoldi. Men qalandar shohima, olam menga hayronidir. Poytaxtim Gulxinim, o'rdam qalandar xonidir. Lekin buvay ortiq kamtarlik qilgan ekan. Shu kuni oqshimi men bu bilim egasiga hurmat bilan qoyil bo'ldim. Uyg'ur tarixi, Arab tarixi, Hindiston va butun Osiyo tarixi haqida Arab, Faris, Hindi, Urdu, Turkiy tilida so'zlashguchi xalqlarning egizcha va yozma adabiyoti tili to'g'risida bilimi ajoyib mo'l ekan. U birda Aristotel va uning falsafasi, ulug' Bekning osmon jismlarini tekshirish xizmati to'g'risida qiziqarli hikoyalarni so'zlasa, birda Boburnoma va Bobur xonning Hindistonni birlikka keltirishda qo'shgan to'kpisi va o'g'li Akbarxon to'g'risida Hindistonda taralgan cho'chaklarni so'zlaydi. Birda dostonlardan butun parchalarni yodga o'qib, ma'nosini yeshatdi. Birda o'z fikrini chiroyli ruboiylar bilan bayon qiladi. U muqam esa ovozi titrmaydi. Muqam avjini to'lg'anda go'rin tomirlari ko'pmaydi. Uning yo'g'on qo'lining barmoqlarida zaxmak yenik va sho'xliq bilan o'ynaydi. O'g'li Mir Abdulla Xalvab tapni joyida urmasa olib qo'yadi. Matyaqub muqamchining g'ijak chelishidan zo'qlanib, soqollarini lapildatib maqullaydi. Uning beyitlari yangi va ta'sirli edi. Har bir muqam tugaganda shu muqamni kimlar ijod qilgan, kimlar qayerlarni to'liqlagan, kimlar bu muqamni yaxshi aytgan, yana kimlar bu muqam uchun qanday she'rlarni yozganligini to'g'risida izohat beradi. Adiganligi biz maqsadimizni aytdik va kitob so'radik. Buvay uzoq jim bo'lib ketdi-da, xiyol surib oldi. "Navoda", dedi buvay xeyli uzundan keyin, "sizlar degandek xalqi ilm qoldirish, kitob tuzish uchun harakat qilayotgan bo'lsanglar, qo'lim ko'ksimda, beshim bilan xizmat qilaman. Undaq bo'lmay, mendagi kitoblarni pulga ishinib, elib to'mir sanduqda saqlashga kelgan bo'lsanglar, mening sizlarga beradigan kitobim yo'q." Mangishning dedi Qurmash orig'i kirib, bu kishilar u kitoblarni jazman Uyg'ur adabiyoti tarixiy tuzishga ishlatadi. "Balam, sizga ishonaman", dedi buvay Qurmashga qarab qo'yib. "Lavzinglarni yerda qo'ymay, bo'pti, degininglar bo'lsin, men sizlarga kitob setib beray." Biz u kishidan ajoyib kitoblarni setib oldik. Saydulla Maqsum kitoblari bilan she'r o'qib xo'shlashdi. Demigin qog'ozga xolis bir xatni xushxivon kitob. Payzi asrori haqiqat, nur ila iman kitob. Izlasang bir pri komil yo tivibni, har kesal rahbari dunyoyi döndur, dardinga darmon kitob. Doimo qo'yningda bo'lsin gohi qilg'ili toji sar, qayda borsang azbiroyi izzati mehmon kitob. Til bilan yod et, muraffa qil yuraging ichraja. Har nechuk odamni eylar, bilki biarmonman kitob. Ey saroyi har kitobni to'diyoi dida qil, bo'lsa har mushkullaringni eyligay oson kitob. Buvayning shuncha naqshi aytib titramagan ovozi bu she'rni o'qiganda titradi. U xuddi bo'tisidan ayrilayotgan nordek, qo'linidan ayrilayotgan baytaldek, boshqasidan ayrilayotgan kaptardek sarlandi. Uning kitob uchun qilgan zori, kitob uchun oppoq soqolini yuyib tuvan temayotgan unchalik mo'ldir yoshlari mening hayot yo'limga chechilayotgan chechakdek tavarruk bo'lib tuyulmoqda. Men buvay qilolmagan ishlarni qilish uchun bilimni ishonch bilan texim ching bog'ladim, chunki mening orqa tirkim ching. Xotan aydurumining pakar, shalom daraxtlari bilan o'ralgan qumliq maydoni tuvanda qoldi. Men aeroplan derisidan tuvanga qarab, aeroplanga qarab turgan Hoshir, Qurmash, Nomad va Matyaqub muqamchi qatorliq do'stlarni ko'rdim. Ular borgan sari kichiklab tezlik g'oyib bo'ldi. Tuvanda oq seriq takli makon yeyilib yotadi.
Мен xuddi ko'z bilan ilg'a qilolaydigandek bu poyonsiz qumluq orasidan Saydullo Maqsumning yesini izladim. Tapalmaysiz, dedi Tanjavshu mening niyatimni tushunib. U buvayni ömrümizdə ko'rganimiz mushu birlik etim bo'lib qoladi. Hökumətimiz nimishqa mushundaq odamlarni fan tadqiqot ishlariga taklif qilmaydi? Divana lug'at turk, qutatqu bilik, Addabatul haqoiqga o'xshash kitoblarni tarjima qilish, izohlash ishlarini boshlaydigan vaqt keldi. Saydullo Maqsumdek odamlarni chetdan yolib olg'ilimi, qaytadan tarbiyalab yetishtirib olg'ilimi bo'lmaydi-ku. Tarjima izohat ishlariga qo'ysa, gul chiqarib etadi-ku. Rost, gul chiqarib etadi. Bumi bir ichilmagan bayliq. Bizda ajoyib yoshlar bor. Partiyamiz bu yoshlarni tarbiyalayotdi, lekin Saydullo Maqsumlarni ishlatish nihoyatda zarur edi. Nurg'un yoshlar yeniq yo'l bilan sharafga intildi. Ular ko'ngildagidek shon-sharafga tezroq ega bo'lish uchun, tezroq nom chiqarish uchun oldiraydi. Nom shuhrat insonni xarob qilgan narsa. Qarang, Maqsum shuncha bilimi bilan to'piq ko'milish oldidimi, nom to'g'risida emas, xalqqa meyve berish to'g'risida so'zladi. Aeroplanning ovozimi anglanmaydigan bo'lib qoldi. Dügülək derizining qarsam, yer beti nihoyatda yiroqda. U oq bulutlar ostida seriq kul rang bo'lib ko'rindi. Men ko'zimni yumdimda do'stlar va ularning turmushi ustida o'ylandim. Meni mehmonxonaga bir kishi izlab keldi. Uning bilan mehmonxona zalida ko'rishdik. To'nigansiz, men Behram bo'laman, dedi u kishi qo'limni ching siqib. Savut bilan yaqin do'st edik. Yaqinda birinchi turmaga berib uni yo'qladim. Sizdan ko'p rozi ekan. Qarab etibsiz. Xat pullaringizni elib turib etibdim. Dokladlaringizdan xabar topdik. Sizdan bek rozi bo'ldik. Roziya doim gapingizni qilib turadi. Roziyaning ismi chiqish bilan uningga sinchilab qaradim. Qanşarliq, yo'g'on qo'y ko'zlari xiyolchan, do'nqulliq chachlari to'limi chiroyli. Sur kostyum, burulka, oq ko'ylak kiyib, zig'ir rang galstuk taqilgan, tili yumshoq sipoyi odam o'z ayolining ismini tasta eg'zidan chiqarib, xijillikdan yerga qarab turadi. Men uni yotoqqa taklif qildim. U o'zirxonlik etib, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ydi-da, "Mening siz bilan ozodarak so'zlashkim keladi", dedi. Bizning yotoq ozoda, Danjavshudan boshqa hech kim yo'q. Masalan, men sizga oshxonaga barsak, yolg'iz paranglashsak degan taklifni qo'ysam, qabul qila olarsizmi? U butunlay kitobiy til bilan har bir jumlani pishiq tuzib, oldirmay so'zlaydi. Uning yo'g'on ko'zlari mening ko'zimdan javob izlayotgandek ma'nilik tikiladi va uning ma'nilik tikilishida gumonxo'rlik alomatlari sezilib turadi. Ochiq yo'riq so'zlashayli. Nima to'g'riliq so'zlashmoqchimiz? Ilm ahli mushundaq rasmiyatchi kelimiz, dedi u kulimsirab. Nimla qilsak avval uningga mavzu qo'yib olishni yaxshi ko'ramiz. Ma'qul, mavzusini aytib beray. Siz bilan ilm to'g'risida emas, ayolim Roziya to'g'risida so'zlashmoqchiman. Ikkimiz qahvaxonaga kirdik. Untinsiz 2 rumkadan ichdik. Behram aka yana bir rumka ichgandan keyin qizardi va mening talabimga javoban gapning bular yerini aytdi. Og'iningiz Hoshir mening ayolimni tortib olmoqchi, dedi u. Qonun oldida javobga tortgan, vijdon oldida javobga tortganim durust. Sababi ularning qilmishi vijdon bo'lg'inishiga sabab bo'lyotdi. O'qib chiqing. Mana vijdonliq do'stingiz Hoshirning mening qonunliq ayolimga yozgan xati. U Hoshirning pujurkisi bilan adresi yozilgan pochta markasi chaplangan konvertni mening oldimga qo'ydi. Xat Roziyaning nomiga yozilgan edi. Bu xat Roziyaning qo'liga tegdimi? Yo'q, bu xat mening qo'limga tegib qoldi. Har qancha axloq doirasidan chiqib ketgan bo'lsam-mu, xatni ichib o'qidim. Roziyaga ko'rsatmadim. Sizni ilm ahli hisoblaganligim uchun masalaga odil qaraydi va Roziya bilan Hoshirga xizmat ishlaydi degan tushunchadaman. Avval o'qib chiqing, ondan yana bir qitim o'ltirayli. Ishinaman, menga hesdashlik qilsiz. Anglashimcha, sizmi menga o'xshashroq sarguzashtlarni beshingizdan kechiribsiz. Raqib deb berdi. Uning bilan bir oz tuqqanchiligimiz bor. Men siz degan yerdan chiqmay qolsam-chu, u chaqda sizning nafratingiz mening uchun ortiqcha ko'ngilsizlik bo'lmasmi? Ishinaman, bu xat sizni odil fikr qilishga majbur qildi. Siz do'stlaringizni haqliq yo'sinda ayblaysiz. Men kechda xatni o'qib chiqdim. Xat qisqa, lekin kuchli so'zlar bilan yozilgan edi. Roziya,
bu yil menga xo'shallik elib kelgan yil bo'ldi. Men xuddi sog'lom tug'ilgan boladek, baxti ichilgan yigitdek, murodi hosil bo'lgan otadek xo'shal. Baxtlik, gerçi siz boshqa birining qonunliq ayoli bo'lsingizmi, mening kasobatimdan bo'lgan, men bu gunohimni oqlashga va'da berganman. Siz mening. Chunki insonning ruhi jismidan qimmat. Sizning ruhingiz meningki. Men baxt ichida qiynalyapman. Chunki sizning tortayotgan ruhiy, jismoniy azoblaringiz meni qiynayotdi. Siz ma'naviy qafas ichida erkinlikka intizor. Bu qafasni bizning turmush odatimiz paydo qilgan. Ayollar rahimsiz, muhabbatsiz, ma'naviy gadoylikda chekiga yetgan erlardan tortadigan zulmni hech qanday qonun moddalari bilan cheklagili bo'lmaydi. Nikohliq bo'lgan ayolning muhabbat yo'lida erkinlik izdishi jinoyat deb qaraydigan turmush odatiga shuning uchun nafrat bilan qarayman. Muhabbat tuproqida yildiz sartmagan hayot gulining e'tiborsiz so'lishishini e'tirof qildiganlar oz. Turmushning mono tangsizligini ko'ring. 2 yosh bir-birini vijdon bilan so'yishsin. Ularning yuragi untinsiz va to'sqinsiz holda allaqachon birikkan bo'lsin. Lekin orzu va g'oya ularning jismini birlashtirmasin. Shu orada ularning ko'z yoshi tortgan hijronlik azoblarini tirnoqqa olmaydigan bir odam yana och qoli cho'p izlagandek atrofni qassab, rohat va osonlikni izlab yurgan bir odam tali o'ngdan kelganligi uchun heliqi bir-biriga tashna tanlarning birining o'zining qilib olsin. Mana bu chaqda qonun va turmush odati kimni qo'llashi lozim? Hozir heliqi tali o'ngdan kelguchi qo'llashga erishiyotdi. Mana bu tangsizlik, mana bu ma'naviy foyija. Men ana shuning uchun azoblanaman, qiynalaman, lekin men ishonaman, siz qaysarlik bilan ma'naviy qafasni chiqib chiqa olasiz. Men sizni yana 20 yil kutishga tayyorman. İnsanның qimmati baxt uchun kurash qilishda. Bu baxt albatta har bir shaxsning baxtini o'z ichiga oladi. Dunyoda yashashning bir xilla uy tutish, bola beqish, hasrat bilan o'lish deydigan yo'li bormidi? Hayotning yo'li keng va ko'p taraflik. İki yurak bir-biriga bir umr talpinib, tashnalikqa qonmay harakatdan to'xtashi mumkin-ku. Yani ba'zilar hayotning oxirida bo'lsa-mu, murodiga yetishi mumkin-ku. Nima uchun hayot yo'li shuncha ko'p tursa, biz birla yo'lda menishga majbur bo'lamiz ekan? Men sizdan jasorat, iroda talab qilmayman. Yana hozirgi nafratlik turmush qapisingizni darhol buzing demoqchi emasman. Sizdan birla narsani, mening xatoligimga o'kingan pok qalbimni ruhiy boyligingiz deb bilishingizni talab qilaman. Men oxir sizning, chunki men an'anaviy mulkchilik ko'z qarashi, an'anaviy odat ko'z qarashidan uzil-kesil juda bo'lish yo'lida tirishayotgan odamlarning biri. Siz chunqur ishining bu odamlar hammani o'zgartirdi. Bizning bir izda to'xtab turayotgan hayot qonuniyatlarimizni uzil-kesil o'zgartirdi. Sizga e'tiqod va ishonch tilayman, Hoshir. Men xiyoldan sagidim. Urumchidan ketish oldida Bakram apandi bilan yana ko'rishdim. Sizning maslahatingiz mening uchun to'liq qimmatli, dedi u umidlik yo'g'on ko'zlarini menga tikib. Men va 2 bolamning baxti uchun qimmatli maslahat berishingizni ishonaman. Baxt hamma odamga zarur, dedim salmoqlik bilan, lekin gap baxtni qanday tushunishda. Gapingizning tegiga yetolmadim, dedi u qo'llari titragan holda muhirga burab. Shunday qilib, masalan, xatni o'qigandan keyin do'stlaringizdan qanchalik ko'nglingiz qolganligini bo'lsa-mu aytib baqa olamsiz? Aksicha, dedim men uningga qarab. Do'stlarimni aybligidek biror narsa topolmadim. Ularning o'z baxti uchun kurash qilishi huquq bor. Bu munozirasiz haqiqat. Shundaqmi? Dedi u amdi lavlari ko'kargan holda menga g'azab bilan tikilib. Undaq bo'lsa, go'zal ayning o'z baxti uchun kurash qilayotganini qo'llaydigansiz. Meni o'ziga taqdirlash hisoblangan va shuning uchun mening qo'lishimga erishadiganiga ishongan Mono Bakram apandiga birdilla g'azabim keldi. Hayotda yo'l keng, dedim Hoshirning so'zini ta'kidlab. Bir xil hayot yo'lda menishni hamma odamdan talab qilishga bizning haqqimiz yo'q. Sizning bu masalalarda men bilan talash tartish qilmasligingizni o'tinaman. Men uning bilan xo'shlashmayla ketib qoldim. Chunki uning so'zi menga qattiq ta'sir qilgan edi. Men kech kirgacha Güzaloy va bolam to'g'risida o'ylab yurdim. Bir necha kundan beri men shaxsiy turmushim to'g'risida o'ylamagan edim.
Mana bugun yana savollar beshimda hardek g'o'ng'ildamoqda. Güzel aymo mening bilan xatalashib to'y qilmag'andu ha? Navada shundaq bo'lsa, o'g'lim uning baxtiga qoshila bo'ladi-ku. Nima bo'lsa-mu, o'g'limning badanida mening qinim bor-ku. Men o'g'limni nimishqa ilib olmayman. Yo'q, Güzelay meni chin qalbidan yaxshi ko'rgan. Boxay dengizidagi, Bangchuy dovudagi, Beijing, Lanzhou shaharlaridagi alomatlar, unutilg'isiz so'zlar yolg'onmidi ha? Shuncha yolg'on narsalar uningga nimaga zarur bo'lib qoldi? Poyezd sharqqa qarab uçmoqda. Mening savollarim xuddi kaynimizda yılandek so'zilib ketayotgan relslarga o'xshash mening bilan birga kelmoqda. Lekin ular javobsiz. Men kelar yili 9-oydan boshlab oliy maktabning yuqori sinflariga dars o'taman. Mening o'tadigan Uyg'ur adabiyoti tarixiy darslikim texnik yozilmagan. Uni tuzish uchun zehn va vaqt kerak. Zo'r ilmiy emgak uchun 1 yil degan bir kunchilik emas. Men ayolim balam to'g'risida darslikni tuzib bo'lib o'ylasammi ulgurman. Men ishinaman, Güzelay meni tashlagan bo'lsa-mu, unuta olmaydim. O'qisiz masalalar keyin yeshildi. Balam xo'rlanmaydi. Men endi butun xushalligimni kitoblardan izlashim kerak. Baxtni emgak ta'rimdan izlashim kerak. Mening uchun tasalli va ko'ngil oromi Lanzhoudagi yotqimda, yeziq ustilimda. Poyezd olg'a qarab uçmoqda. Cheksiz cho'l dala, Chilyanshin tog' tizimlari, Huanghe daryosi yoqasidagi shahar, yezlar xuddi menga orom va baxt tilaganda kulib o'tmoqda. Poyezd xushalliqqa, emgakka qarab uçmoqda. Mening qalbim xuddi ushqur poyezdek kelgusi shon sharafning keng dalasida erkin chapmoqda.